hajga borganni savobini toparkan. Uxlamasdan kechasi bolasiga qaragan ayol toat ibodatni savobini topadi. Bolasi kasal bo'lib xastalanganda bolasini ustida girdi kapalak bo'lib bolasini mehr ko'rsatib sog'aytirgan onaga 1 yillik toat ibodat, shuni ichida ro'za 1 yillik toat ibodatini beradi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Erini kiyimini yuvgan ayolni Alloh butun gunohlarini mag'firat qiladi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Uyni shipiriyatib, hovlini, uylarni shipiriyatib